Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, dushovoy apshka bo'lmaydi. Dushovoydan bu taraf bo'ladi. 270 lik joy, balandligi 270. Xo'p, bu birinchi xonamiz. Xuddi o'sha xonamizda yana bittasi bor. Razmerlar bir xil, faqat dushi teskari. Xo'p, mana shu ikkita joyga devor mebel tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Birinchi xonamizning korpusi tayyor bo'ldi. O'rta tuyurmo, ikkita chekka garderob, arzon variant. Ko'rsatib boraveramiz. Yo'limiz tayyor bo'ldi. Dub anka laminat matvisdan tayyorladik. Ikkita chekka garderob, o'rtasi turum bo'lgan. Garderoblarimiz arzon variantda. Turmaga moslab ketilgan. Tepada tumbuchi, pastda ikkita g'aladona bor. Xo'p, bu birinchi xonamiz. Bunisi ikkinchi xonamiz. Ikkita aka-uka uylanishayotgan, shu yerga mebel tayyorladik. Xo'p, bu ham xuddi shunaqa. Ikkita garderob, o'rta turma. O'sha-moshalar vakuumli, qora turbali ruchkalar. Narxi 9 million so'mga ikkita xona tayyor bo'ldi, 4,5 million so'mdan. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyga yozib qolamiz.